بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن Ayollarımız hakiki Ayşe, Hadice radhiyallahu anhumadek Allah'ını suyduğan, peygamberini suyduğan, dinini suyduğan, iri kışıdaki, yaxşı boğan bir salih, dini boğan hizmet ve İslami ve her kandak Allah razı bulduğun hizmetinin kışıda iri bilen bile turup yaxşı ecri alaydığın yaxşı ayollar buluşuğa yardım kılaylı kıyırındaşlarımız. Çünkü ayollar bizning analarımız. Bizning yaxshi avlodlarimizning maydonga kiradigan haqiqiy manbasi qarindoshlarimiz. Shuning uchun dinsizlar bizning diyorlarimiz Turkiston vatanlarida birinchi qilib onalarni aqidadan, iymondan, ularning hijobidan, ularning axloqidan, ularning Allohni rozi qiladigan har qanday bir yaxshi amaldan ularni yana oshirmoqda qarindoshlarimiz. Allah hammamizni mushu omonatga joyida amal qilib, onlarimizni haqiqiy dunyo va oxirat Alloh rozi bo'ladigan yaxshi ishlarga hamkorlashaydigan va zulmdan qutulgan yaxshi onalarni jamiyatda bizmi Alloh rozilik uchun qo'g'day oladigan haqiqiy yaxshi kunni bizga nasib bo'lsin qarindoshlarimiz. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam dediki, sizlarning hammanglar podshoh. Dünyadaki hamma inson o'ziga mas'ul bo'lgan narsalardan so'raladi. Xitoylar va har qanday xristian yahudlarni ularga berilgan barliq huquqdan Alloh taolo so'roq qiladi qarindoshlarimiz. Biz musulmonlar buni to'nigan ekanmiz, mas'uliyatimizga mush dunyoda ega chiqishimiz, mas'uliyatimizni yonimizga ilishimiz kerak. Shuning uchun qarindoshlarimiz biz Alloh subhanahu va taologa ishondik. Alloh taolaning payg'ambariga haqiqiy ergashdik. Islomiy amallarga ching turdik. Ramazonda kirgan e'tiqodimiz va iymonimizga oxirgacha amal qildik. Amal qilamiz degan g'oya nishonga kelgan bo'lsak, payg'ambar alayhisalom deganki, "Amin pastaqim. Sen e'tiqod qilgin. Ondan e'tiqodingda ravus turgin." Yani senin hayatın ahirgacha bo'ladigan asosiy maqsading iymoningga va iymoningning shartlari va talablariga amal qilish bo'lsin degan mushu hadisga amal qilish. Ham shundaqla ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim g'ayril mag'dubi alayhim valaddallin. Bizni ravus yo'lga sen in'om qilgan payg'ambarlar, siddiqlar bo'libmi payg'ambar alayhisolatu vasallamga tushirilgan islom dinga bizni boshlig'in. G'azabinga yo'liqqan yahudlar, dinsizlar, kofirlar, har qanday mushriklarga yoki ezib ketgan xristianlarning yo'li emas, munofiq xoinlarning yo'li emas, Alloh subhanahu va taolaning ravus bo'lgan islom yo'liga bizni boshlig'in degan mushu biz qilgan duoyimizdagi yo'limiz va g'oyamizga ching turishni maqsad qilgan bo'lsak, qarindoshlarimiz, bugundan tortib shuningga mustahkam turaylikki, Alloh subhanahu va taolo bizning ustimizga qo'ygan farzlarni, amallarni va yaxshi bo'lgan har qanday faoliyatlarni Ramazon chiqib ketgandan keyin davomlashtiraylik. Allohga bo'lgan e'tiqodimizga, payg'ambar alayhisolatu vasallamga bo'lgan muhabbatimizda, ibodatimizga bo'lgan haqiqiy Alloh rozi bo'lgudek amal qilishimizda, muomallarimiz va har qanday da'vat va jihodlarimizda Ramazon chiqib ketgandan keyin Qur'on va hadis va ahli sunni ulamolarining yo'liga uyg'un holatda Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lgudek yaxshi amallarni qilaylik. Bo'libmi payg'ambar alayhisolatu vasallamning hayotiga uyg'un holatda yaxshi amallarni qilaylik. Shunga Alloh Qur'oni Karimda Allohning elchisi Muhammad alayhisalomda sizlar uchun yaxshi ulgu bor degan. Ya'ni Muhammad alayhisalomni yaxshi ulgu qilishinglar mas'uliyatinglar degan. Undaqda ba'zi qarindoshlarimiz Ramazon chiqib ketgandan keyin darvozdan billi chiqadigan, Ramazon chiqib ketgandan keyin diniy farzlardan billi chiqib ketadigan kishilar to'g'riliq. Qur'oni Karim deganki, a'uzu billah. Jannat ahli do'zax ahlidan sizlarni do'zaxga nima kirgizib qo'ydi deb so'raydi. So'roqda do'zax ahli deydiki,
lem neku minel musallin. Biz Allah subhanahu ve ta'alaga itiqad qilib, Allah subhanahu ve ta'alaga çoqunup namaz o'qishlardan bo'lmabdimizkan. Yani namaz İslam'daki asas rüknü. Yani İslam'ның farz amalları, rükünleri ve Allah'ның paygamberi bizge buyurgan yaxshi amallarni qilishga tirishchanlik qilishlardan bo'lmabdimizkan deydi o dedi. Yana Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi ki: "Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fehalafe min ba'dihim halfun ada'us salate vettebe'uş şehevate fesawfa yalqawna gayyah." Ulardan bir izbesar bo'ldi. Yaxshi odamlar, yaxshi solihlardan bir izbesar bo'ldi. Ular namozni zayo qildi. Ya'ni islomning asosi bo'lgan, birinchi asos e'tiqod va amal bo'lgan, Alloh taolo bilan sirdishadigan, Alloh taologa sayda qo'yadigan, sayda qiladigan namozni zayo qildi. Shu iblis do'zaxga kirishga sabab bo'lgan, Allohning buyrug'ini icra qilmagan şu iblis sabab bo'lgan, şu Allah Taolaga sayda qilish, Allohning buyruqlarini icra qilishdan iborat bo'lgan namozni ular zayo qilib etdi. Ular shahvatlarga geçti. Ya'ni ko'ngil xohishiga, shahvatlarga, har turli shahvatlar programmasidan kelib chiqqan har qanday siyosat va har qanday fikrlarga erişish ularni Allohning yo'liga erishishdan chetib qo'ydi. Hatta ki Ramazan ayda bir ay ro'za tutib, Allohga ishonib, Ramazan chiqib bo'lguncha shishalar so'qishtirilib ketadigan, zino fohishlar eshib ketadigan, televizor har turli narsada shahvoniy narsa qarab hayotini o'tkazadigan, o'zining bugun kundagi eng ashaddiy dinsiz zolimlar asli qilayotgan islomiy bo'lgan musulmonlar, ya'ni bo'libmi Uyg'ur musulmonlarga ve dünyadaki her kandak zulüm işini kılayotgan musulmonlarga ve ularning ahvoliga qaraydiganga yoki chiqim qiladiganга hech qanday iqtisodiy yoki yordam beradigan hech qanday iqtidori yo'q. Shahvatlarga birilib ketadigan. Ya'ni her kandak dinsizlar, ya kafirlar, ya Hristiyan Yahudilar ularni ozdurgan şu harakirlikka, şu ular boshlab qo'ygan xatolikqa minib beradigan şunda ahvallar biz bulupmu dünya Müslümanlarda, Uygur Müslümanlarda hazır körütülmemdi. Her türlük Arap İslam devletlerdi mi? Her türlük Avrupa İslam devletlerdi mi? Her türlük bulupmu bizde Uygur Müslümanlardı mı? Nurgun Müslümanlarımız turmular yetip kıyınlaşsa biz Ramazan çıkarsıla özümüzün mesuliyetinden çıkıp gelsek bo'lmaydi kardeşlerimiz. Şunun için Peygamber Aleyhisselam diyen ki وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. Menin kulum, menin bendem onunla ben farz kılgan farz amellerden süymlük bir iş veren yıkıllık kılmadı. Yani bana yıkıllık kılgan, bana ibadet kılgan işinin en yaxşı onun üstündeki farz. Meni öz ko'ngilda asasa men onu ko'nglimda istayman. Yani onunla her kandak işiga yordam beraman. Meni o bir cemaat işida asasa men onu onundan yaxshi bir cemaat işida asayman. Yani onunla Allah razı bo'ldigan yaxshi cemaatlarni hamroh beraman. Men o bir g'iri chiqillasa, onunla men bir g'ula chiqilishman. O menga bir g'ula chiqillasa, onunla men birga chiqilishman. O menga minib kelsa, men onun qashiga yugurib kelaman. Ya'ni onun ishiga, onun har qanday taraflarga yordam beraman dedi qarindoshlarimiz. Biz hozirgi Turkiston musulmonlarining ashaddi Xitoy kommunistlaridan bizden neçesi yuqori bo'lgan guruhi va kuchi va nima desa onu qilishga hozirgi moddiy quvvat yetadigan shu kofirlardan g'olib kelamiz. Şu bichora musulmonlarga ishimiz og'riydi deb bo'lsak, biz Ramazon chiqib ketganda o'zimizning Alloh oldidagi qulchilig'idan, Allohga yalvoshishimizdan, Alloh rozi bo'ladigan e'tiqodi, ibodi, iqtisodi har bir amallarimizdan va har qanday iqtidoriy amallarimizdan, har qanday ustimizdagi farz amallarimizdan voz kechmasligimiz kerak.
ailemizde yaxshi kasb qilib, ailemizni baxsh mas'uliyatlarimizdan, ummatimizni kufrdan qutulishga tegishli bo'lgan har qanday diniy ibodatlar va amallar va kasblar va har qanday bir pantaraqqat va Allah rozi bo'lgudek Qur'on hadisga uyg'un bo'lgudek jihad va da'vatlarimizdan hargiz bosh kesmasligimiz kerak. Qarindoshlarimiz, Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimdagi "Vattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassatan wa'lamu annalloha shadidul iqab." Sizlar bir fitnadan, bir azapdan saqlanmaki, bu azap sizlardan zulm qilganlarga xususan kelmaydigan azapdan saqlaninglar. Bilinglarki, çokum Allah azabı qattiqdir dedi. Yani Allah buyurgan farzlarni ado qilib unutmasanglar, mas'uliyatinglardan chiqib ketsanglar, İslam darvozasi va islomiy farz amallar darvozasidan kirib qo'yiblar, tashlab qo'ysanglar, Allah sizlarga qattiq azobni, fitnani mubtalo qiladi. Bugungi ahvolimiz mana mushundan kelib chiqqan qarindoshlarimiz. Bizning Allohning oldiganligimizdan kelib chiqqan qarindoshlarimiz. En muhimi qarindoshlarimiz, Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda aytdiki: "Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Inna rabbaka labil mirsad." Bir adam, her qandaq bir kishi, er bo'lsin, ayol bo'lsin, her qandaq bir kishi og'izdan bir so'zni chiqaradigan, o so'zga Allah subhanahu wa ta'alaning dinini icra qildigan, hech kimning dinini hergiz çalı koymay, hemmini ezip durduğun nazaretçi perişte var. Hakikaten senin perverdigarın bulup mu kütüp marap durdu dedi. Qarindoshlarimiz, biz Allah Taalaga işendik, Peygamber Aleyhissalatu vesselamga işendik degan mush e'tiqodimizni ras degan bo'lsak, la ilaha illalloh degan mush e'tiqodimizga haqiqiy amal qilaylik qarindoshimiz. Yani Ramazan çıkıp ketkendan keyinmi şu ağzımızdan çıkargan şu şartga, Ramazanda qilgan tövbe şeymallarımızga, Müslüman ümmetiga, bulup mu onun işinden aciz Müslümanlarga, bozak qilganlarga, bulup mu Uygur Müslümanlarga alahid yardım qilish, bularni harlıqdan qutulish uchun qilgan tirishçiliklerimizga, qilgan hem tirishçiliklerimizga, qilgan va'dalarimizga amal qilaylik qarindoshlarimiz. Çünkü bu la ilaha illallahni nurgun insaniyet işinden nurgun insanlar, meyli Hristiyanlar, meyli Yahudlu olsun, ya ki butperesi olsun, ya ki şunca özünü halkarada çoğun sanap kalgan şu dinsiz Xitaylar olsun, bunu Allah Teala'nın bir iş pürsiga hem kalbini muş la ilahe illallah degen Muhammedun Resulullah degen muş itiqadqa iç pürsiga şula Allah bergen muş pürsetke ula zoravallık qilganligi, Allah Taala qarshilik qilganlik tufaylidan erishelmaydi. Eng muhimi hatta munofiqlar, iniq bo'lgan jin munofiqlar og'izda la ilaha illalloh degan mush so'zni amaliyat qilib, Muhammad alayhisolatu vasallam Allohning elchisi degan so'zni amaliyat qilib, xuddi Qur'on degandek va iza laqul lazina amanu qalu amanna. Ular iymon etgan odamlarga uchrashsa amenna dedi. Yani bunun işiga her bir daire kirib ketadi. Allah'a işendik, Peygamber'e işendik, Kur'an'a işendik, Allah'ın farzlariga işendik deydi. Hem şundaqla muş Allah Taala razı bulduğun ay küllerge, ibadetlerge uçrashsa bu ayetning hem ma'nisi biz Allah'a işendik deb qaytib kiradi. Ve iza khalaw ila shayatinihim qalu inna ma'akum ve innama nahnu mustahzi'un. Ular özlerinin şeytanları kaşığa ayrım bolsa biz müminlerini zanlı kılıtımız. Biz sizlerinin iddialarda, yani biz mi Allah Teala'ya işenmeyimiz, Peygamber'e işenmeyimiz diyen muş hukumni uluğa aşkarı cekarlaydı.
Qarindoshlarimiz, yana bir ma'nosi o'zlarining shaytonlari bilan xoli bo'lsa, ya'ni nafsiy shaytonlari, shahvoniy shaytonlari, har qanday ko'ngil keyindan kiradigan har qanday shaytonlar qashiga ayrim bo'lsa, ular men mush shaytonning gapini anglsam bo'g'dak, mush shayton bilan bilib o'tma degan ma'nomi mushuning ichiga kirib ketdi qarindoshlarimiz. Shunga mu'minlarning sifati allazina yakhshawna rabbahum bil g'aybi lahum maghfiratun va ajrun kabir. Kishilar yo'q yerda Parvardigordan qo'rqadigan kishilar, Parvardigordan qo'rqadigan mu'minlar, ular uchun cho'ng ajr bor dedi Alloh taolo. Qarindoshlarimiz, shuning uchun biz mushu Alloh taologa ishinib, payg'ambar alayhisolamga ishinib, payg'ambar alayhisolamning yo'lida, sunnatida qilgan ishlarida mana men deb turibmi azib ketgan shundaq munofiqlarning ahvolini biz ko'rgan ekanmiz. Biz o'zimizda haqiqiy og'zimizdan chiqargan har bir Alloh taolo qilgan va'dalarimizga amal qiladigan bir irodamizdir. Chunki Alloh mush munofiqlarning sifatlarining oxirisida ular ozg'unlikni to'g'riligiga sotib oldi. Ya'ni to'g'rini bilib ozg'unlikni oldi. Bular hidoyatni xuddi iymonni mal dunyo topadigan narsaga aylantirib qo'ydi. Nurg'un dinsizlarga sotilgan yoki har turli kofirlarga sotilib musulmonlarga xiyonat qilayotganlarmi boshda ba'zi bila bilmay mangan bo'lsa-mu, tadrijiy holatda shu iymonni og'izda dastak qilib, mohiyatda kofirlardan olgan shu foydalari buning hammasi nimani bildirdi? Iymon orqali dunyolik foydaga erishishni bildirdi. Ya'ni bular iymon orqali oxiratdagi jannatga erishishni emas, bu dunyodagi dunyolik manfaatga erishishni o'ylaydi. Xuddi bular oltin yoqutning o'rniga zaharli chikim, o'zini halok qiladigan zaharli chikim sotib olgan o'xshaydi bular. Bularning bu tiyorati foyda bermadi deb bilib, Alloh buning oxirida dediki, bular summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Bular munofiqlar summun gas. Ya'ni har qanday dunyoda chiqayotgan ovozlarni anglaydi. Har turli o'z to'g'riliq yoki o'zining atrofidagi to'g'riliq har turli ovozlarni anglaydi-yu, Alloh taolaning azimati, qudrati, Alloh taolaning 99 ismlaridan iborat bo'lgan Alloh intiqom oladi. Alloh Zuljalal, kattalik egasi. Alloh hamma narsaga qodir. Alloh subhanahu va taolaning Malik yevmiddin, qiyomat kunining egasi. Alloh qiyomat kunisi mutlaq podshoh huquqiga, bu dunyoning mutlaq podshoh huquqiga, qiyomat kunisi bu dunyodagi barliq vaqtlik podshohlarning hammasini yo'qotadi. Hech kim ega olmaydi degandan iborat bo'lgan shunday katta sifatlarni qahhor, aziz, jabbor, hammaga huquq yurgizdi. Har qanday yomonlikni yavash qilib o'talaydi. Degan shunday katta ismlarni ular tonimaydi. Bunda ismlarning nasihatlarini bular xulqini bermaydi bular. Amma zalim padişahlar, kafirlar, her türlü azgın guruhlar, bulup bu dinsiz Xitoylarda kishilarning yo'g'onlik, cho'nglik yoki uning dabdibisini buni cho'ng bilib qoladi. Shun Alloh Qur'oni Karimda allazi yuvassisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas dedi. Jin va insonlardan iborat kishilarning ko'ngillariga vassi qiladigan, ya'ni kofirlarni, dinsizlarni, Allohning dushmanlarini, shaytonlarni, xristian, yahudlarni, cho'ng ko'rsatadigan qalbida, yo'g'on ko'rsatadigan Allohni, payg'ambarni, dinni, islomni va uning qimmatlarini buni cho'ng ko'rsatmaydigan, buni unutib qoladigan. Mushundaq xulqiga har qanday dunyodagi naqshi çalgı, her türlü şahvani havaslar kiradi, lekin Allohning so'zi, Qur'oni Karimning ta'sirli tarovatlari kirmaydi bulga degan ma'nolarni bildirdik qarindoshlarimiz. Şu hozirgi ko'p sonliq yoshlarimiz her türlü muzikalarni anglaydigan bo'lsa, ko'zlaridan yosh chiqib ketadi, ta'sir kiradi. O'zimizning iymonini surishtirib boqayli. Allohning so'zi Qur'oni Karimni anglasak, nima uchun yuragimiz titramaydi? Nima uchun Alloh subhanahu va taoloning ismini anglasak yuragimiz titramaydi? İza zukirallahu vecidet kulubuhum. Allah subhanahu İza zukirallahu vecidet kulubuhum. Allah tilg'ansa, ularning yuraklari titraydi. Yuraklari burungi holatdan vecdetdan emas, bilak bir holatga o'zgardiki, yuragi qo'rqib Alloh taoladan ayminadigan bo'ladi. Degan ma'nolarni bildirdik qarindoshlarimiz. Shunga hozirgi ko'p sonliq yoshlarimiz har türlü
Ularga Allah'ın ayetleri okup bilse, o okup bilgen ayetler ularga imanını ziyaret kılır. Şunun için kırındaşlarımız biz muş iza zikirallahu vecilet kulubuhum ve iza tuliyet aleyhim ayatuhu zadethum imana diyen muşundak müminlerden bulduk mu? Allah Teala'nın ismimizge asak yürükümüz tireydigan. Allah Subhanahu ve Teala'nın hakiki isim sıfatlarını Allah Teala her kandak yadı ba her işimizi körüp durdu ilmi bilen ve emri boğan bizni bilişilen her yerde bizni bilip durdu dep biz şundak itikat ve amelde bulduk mu? Özümüzün taşıyıp bakaydı. Hem Allah'ın ayetleri bizge okup bilgende muş ayetler bizden imanımızını, itikadımızı bizden Allah razılığını kıldığan yaxşı amellerimizge həssik otuşunu ziyade kıldı mı? Yamanlıqını yenişimizge muş ayetler bizge ziyade kıldı mı? Dep her kandak alimlerimiz, ustazlarımız, qarilerimiz Ramazan'da bir ay Ramazan'da Kur'an'ı okup tüketkendin kin Ramazan'dan kin muş en küfrünün aslı kapqagan aş dinsiz Uygur Müslümanlarının kalbige iman, akide, ruh, hidayet saldın mı sağmadın mı? Men muş Kur'an hadisinin ki lebzi tercümeleri kılam toxtap kaldın mı? Ya ki ularını Kur'an hadisinin terbiyesinin kep çıkan hayatı da Allah'ını söygen, peygamberini söygen, İslami boğan her kandak kımmetlerini söygen Allah'ın ahiretki boğan rahmeti cennetini bu dünyanın yukarı bildiğin şehvetlerini başkuralaydıgan Allah'ın dostluğu dost düşmanı düşman bulalaydıgan hakiki özünün hazır turvatkan kizisi hapılıkını düşüneleydigan Muhammed Aleyhisselam'a her kandak bir akide, ibadet, ahlak, muamelerde ve her kandak bir küfrü bulup dinsiz komünistler bilen kılgan küreşlerde adak için turalaydigan ve Hristiyan ve Yahudiler bilen kılgan küreşlerde mi adak için turalaydigan hakiki bir Müslüman obrazını yarata aldım mı ve tirişçallık kıldım mı dep hemimiz özümüzden taşıyıp bakaydık kardeşlerimiz. İkincisi bular summun. Onunkin bukmun. Bular gaça. Yani hakkını Allah'ın baraberliğini düşünse mi bunu ağzından çıkamaydı. Hatta özgümü bunu anlatmaydı. Ben dünyaya nereden geldim? Dünyada demiş kılmen, ne gitmen dep bunu bilmeydi. Bunu taşırmaydı. Bunu kişilerine sözlemeydi. Kur'an, hadis ve hidayet ve İslam'ın nurgun hakikatlerini ügensi mi? Hakiki münafık degen hakikatini sözlemey, onun tersini söyleydi. Kırındaşlarımız, her kandak ustazlarımız, her kandak alimlerimiz Kur'an hadisке uygun boğan hakikatlerini sözleşke. Hem her kandak sözlüğünümüzü bilip sözleştir inşallah kılışımız gerek. Üçüncüsü, bular umyun. Bular asman ve zeminini görüdü. Onun kendiki Allah Teala'nın baraberlik hakikatini görmeydi. Her bir işin kendide arkasında Allah'ın varlığını bilmeydi. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَالرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ İşinin başında kıyınçılık, musibet, sınak bulgunu bilen لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا ahiriste Allah için Allah'ın elçisi için müminler için izzet burudu. Münafıklar bunu bilmeydi deydi. Şunun için kırındaşlarımız münafıklar bunu biliş için la ya'lemun deydiğin sözünü işitdi. Allah'ın sözü dinni, İslam'ni, hakiki kalbini içip ügense Allah'ın sözleri ve her kandak Allah Teala'nın asman ziminde koygan takiplerini her kandak bir insan bolsun, meyli dünyanın her kaşyerdeki boğan, meyli ziyali bolsun, her kandak halık bolsun, her kandak pen ve medeniyette kanç uçuğu çıkıp ketken insan bolsun, dinde kanç yukarı ketken alim bolsun, hemmisi Allah Subhanahu ve Teala'nın azimeti, kudreti, heybeti, Allah Teala'nın her bir nimetlerini küçükünü tefekkür kırdıken yezkurunallaha kıyamen ve kuuden ve ala cunubihim yetefekkerun. Allah Subhanahu ve Teala'nın ola öytürüp, olturup yine yatkan halettemiş Allah Teala'nın oldaki mesuliyetini, hayattaki her bir şeyini, Allah yaratkanlıkını, Allah onun arası bağlılığını ola eslep Allah Subhanahu ve Teala'nın var birlikte tefekkür kılıp, kudretleri tefekkür kılıp ahiretlerindeydi. Bizni dünyadaki hiç nersini baka yaratmadın. Allah bizim dozak azabının saklığındaydı. Dep Allah Subhanahu ve Teala mana şu ayette bizge alahida ağlandırıp bizni fikirinin insanı kıldı Allah Teala.
Dünyadaki her bir narsa qarasak, ko'zimizni yumulib ketmasdan, dunyodagi taraqqiyot, siyosat, jamiyat, iqtisod, hayotlik, mu'minlar va dushmanlar, kofirlar, har qanday bir insonlar, har qanday hayotlikqa, o'zimizning har bir qilmishiga qarab tafakkur qilishga yetaklaydi Alloh taolo. Shunga munofiqlarning bir ishi umyun. Bular suratlik insonlarning havasini qo'zg'aydigan ayollarni ko'raligim bilan har turli nashoyan shahvati narsalarni paylanib ko'raligini bilan har turli naqshi musiqalardan, har turli kofir dinsizlar, har turli Alloh qarshi kuchi guruhlarning, shaytonlarning, shaytoniy raislarning gap so'zidan ta'sirlangani bilan Allohning so'zi Qur'ondan ta'sirlanmaydi. Allah'ın azameti kurutundan ta'sirlanmaydi. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatından ta'sirlanmaydi. İslam onun talimatlarından ta'sirlanmaydi. Müminlarga şefkat qilishi bilmaydi. Özünün qo'li orqali, özünün suiqasdi orqali kafir dinsizlarga musulmonlarni har turli yomonlikqa, yomon ishqa, xor bo'lishga yetaklab qo'yganligi ve kafirlerin kolunda helak buluşuğa sebep bulganlıklarını hatta sezmeydi. Demek bunlar Allah tarafıga, hidayet tarafıga inip gelmeydi o dedi. Qarindoshlarimiz, her birimizni Allah Subhanahu ve Taala mana yuqorqidek mushu Ramazan oylarida İslam darvosiga kirib qo'yib, undan yanib oldigan insonlardan emas, Allah Taala haqqi xolis bo'lgan İslamga bir kirguncha Allah Subhanahu ve Taala'nın oldiga berib qo'yib ching turganlardan qilsin. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki İlla men tâbe ve âmene ve amile salihan fe ulaike yedhulûnel cenneh ve la yuzlamûne şey'e. Lekin tövbe kılgan ve iman etkan ve yaxshi amal kılgan. Yani aktif bo'lgan, itiqadim aktif, hareketchan, işengen itiqadıga amal qiladigan, yenib olmaydigan ve amaliyati her qanday dini amallar, ibadi emeller ve Allah'ın razı kıldıgan cihadi emeller, İslam'a uygun bo'lgan davet emelleri ve Allah rızalığı için iqtisadını işitiş. Len tenalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sizlar her gün yaxshilik yetelmeysizlar, cennet kirelmeysizlar. Sizlar o'zingizga yaxshi ko'rgan narsani Allah yo'lida chiqim qilmay turib dedi. Qarindoshlarimiz, Ramazan oyida farz sadaqalarni, zakatlarni, sadaqa fitrini joyida ado qilgan bo'lsak, Ramazan chiqib ketgandan keyin bo'libmi hozirgidek qiyinchilik mezgillarda bizning alohida iqtisodiy yordamlarni qilish mas'uliyatimiz bor. Hattoki ishlab turib, ishigirimizning bir bo'lagini Alloh uchun chiqib qilish mas'uliyatimiz bor. Biz burunqidek zakatdan ayırıp qo'ydigan musulmon bo'lishdan bakroq, endi Allah bergan iqtisodimizni bir bo'lagini Alloh yo'lida chiqib qila oladigan kollektiv holatda her birisimiz $100 yoki 100 koy pul olsa, buningdan her ayda 10 koy ya $10 yoki $20'dan Allah Taala uchun chiqim qiladigan, Allah yo'lida chiqmadiganlar uchun chiqim qiladigan, Allah'ning dinini o'rgatigan, da'vat qilganlar uchun chiqim qiladigan, Allah'ning dinini Qur'onga uygun holatda jihad qilganlar uchun ishlatadigan, Allah Subhanahu va Taala yo'lida xizmat qilib, da'vat qilib, Xudo oldi turganlikdan balavoqilari ya she'rlab ketganlikdan balavoqilari och yalang'och qolganlarga chiqim qila oladigan, kelgusi islom ummatimizning taraqqiyoti, qutilishi uchun chiqim qila oladigan bir ummatga aylanishimiz kerak. Hammamizni Allah Subhanahu va Taala dunyo oxirat taqvodorlardan qilsin. İttaqullah, innalloha ma'al muttaqin. Allohdan haqqi taqvodor bo'linglar. Allah'dan taqvodor bo'lganlarga dunyo va oxirat yordam qiladi. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain. Ey mehribon ulug' Allah, har birimizni qalbimiz, ruhimiz bilan Alloh taolo xolis bo'lg'uchilarni qilsalar. Mushu Ramazan oyida Allah taolo qaytib kelgunicha Allohning oldida o'zining jamoliga, o'zining jannatiga, o'zining marhamatiga ushishib bo'lguncha, Firdavs jannatiga kirib bo'lguncha ching turadigan, iymonning taraflariga amal qiladigan haqiqiy xolis mu'minlardan bo'lgan nasib qilsalar.
va kelgusi izbosarlarimizni Allohdan qo'rqadigan har bir fikri va har bir hissiyot va har bir tirishchanligi asyodi Alloh taolaning dinini ustun qilish yo'lida bo'ladigan izilgan dünya musulmonlarini qutqarish bo'ladigan bulutmu Uyg'ur musulmonlarini dinsiz kommunistlarning qo'lidan qutulishga tirishchanlik qiladigan yo'lga mangadigan haqiqiy musulmon saf niyatli xolis musulmonlarning bo'lishimizga yordam qilsalar. Hasbunallohi va ni'mal vakil. Ni'mal mavla va ni'mal nasir. Allahumma salli ala Muhammad va sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.